Elektroforiz apparati dori moddalarini organizmga shiddat orqali past chastotali apparatlardan yuborish bu elektroforiz deyiladi. Tushundingizmi? Oyoq og'riqlarga, suyak yemirishlariga, ichki yallig'lanishlarga, singanga chiqqandan keyin, nimadan keyin ana bu gipsdan keyingi holatlarga nima qilamiz? Qo'yiladi. Bu ultravisokiy chastotasi yuqori bo'lganligi, baland chastotali bo'lgani uchun lazerlar baland chastotali, mana bu tubus apparati boridan apparat ana bu apparatimiz ham tubus apparati. Nima ekan yuqori chastotali apparat. Buni past chastotali apparatlardan bu yerga qo'yish mumkin emas. Shundan nima qilish kerak? Alohida xonaga, harorat holatga